Firmada oylikni konvert usulida to'lamang. Nega? Tushuntiraman. Konvert usulida oylik to'lash, ya'ni naqd shaklda qulay ko'rinsa-da, aslida ko'zi ko'rinmas xatarlari bor. Soliq kam, qog'ozbozlik tejaladi degan tushunchalar bor. Lekin bu usulning ortida xodim ham, ish beruvchi ham yuzma-yuz kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolar bor. Nimalar yuz beradi? Xodimning pensiyasi odilona hisoblanmaydi. Xodim pensiya yoshiga yetganda rasmiy hujjatlarda bir umr olgan oyligi aks etmaganini ko'radi. Natijada nafaqa miqdori hayotiy ehtiyojiga mos kelmaydi. Ish beruvchi ham xavfdan xoli emas. Soliq idoralari bugungi kunda ma'lumotlarni tez va aniq taqqoslaydi. Qonunbuzarlik aniqlansa, firma muammolariga duch kelishi mumkin. Yana bir muhim holat, xodim baxtsiz hodisa yoki kasallik tufayli ishga yaroqsiz bo'lib qolsa, rasmiy oylik kam ko'rsatilganligi sababli tovon puli va boshqa ijtimoiy to'lovlar adolatsiz tarzda hisoblanadi. Nima qilish lozim? Oyliklarni rasmiy ravishda to'lash bu har ikkala tomon uchun ham ishonch, kafolat va tinchlik manbai. Bunday holda firma qonun oldida muammolarsiz, xodim esa kelajakdagi ijtimoiy himoyasiga ishonch bilan boqadi.